Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana bir qator yana quyonxonamizni video qilib beramiz sizlarga. Hikol, karlik baran. Shu baranimiz sotiladi, samiz. Bomba, ishlashi zo'r. Bu ham baran. İnşallah bunisi joylar tayyorlab qo'ydi. Yaqin kunlarda tug'adi. Bunisi ham bo'g'oz, xudo xohlasa. Bu hikolimiz ham bo'g'oz. Bu karlik germelinimiz ham sotiladi. Tayyor, xudo xohlasa bu. Hozir kuyuk kelib turibdi. Erkak quyonim yo'qligi uchun sotib yuboraman. Quloqlari kalta sifatli yaxshisidan. Hozir bu quyonimiz ham hashay toshib qo'ygan. Mana hashaylar toshib qo'ygan. Inshaalloh bugun erta tug'ib qoladi bu quyonimiz ham. Alloh barakasini bersin ilohim. Albatta like bosishlar esdan chiqmasin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, podpishka qilib yuborasizlar. Mana kichkinagina mini quyonxonamiz obzori sizlarga. Alloh rozi bo'lsin barchalardan ilohim. Sog' bo'linglar.